Xo'p, ushbu video orqali hozir men onlayn dars qilishda nimalarga e'tibor berish kerak, ketma-ketligi va siz uchun qanday holat muhim tushuntiraman. Diqqat qiling, kamera oldiga olamiz. Demak, daftar tayyor, konspekt qilib yozish uchun doimgidek video tayyor. Kompyuterda ko'ring, xohlasangiz planshetda, xohlasangiz oddiy telefonda qizig'i yo'q bu narsani. Nimada ko'rishingiz umuman qizig'i yo'q. Muhimi e'tibor, diqqat, konsentratsiyani shu darslariga. Ketdik. Keyin mana bu x ni iloji bo'lsa, ba'zi telefonlarda 1x juda past bo'lishi mumkin. O'shaning uchun xohlasangiz 1 2 ga ko'taring, 1.5 bunda tezlashib ketdi. O'shaning uchun men 1 2 ga qo'ydim. Videoni qancha tushuntirgan ustoz sekin yo tez gapirganiga qarab, pasaytirish, kuchaytirish o'shanga qarab bo'ladi. Agar normalni gapirgan bo'lsa, o'sha normada turaversin. Sekinlashtirish ham, tezlashtirish ham shart emas. 1 2 dan ketyapti, boshlaymiz. Yaxshi, demak, may might. Tarjima holati o'zbek tilida mumkin ma'nolarni bildiradi. Yaxshi bilasiz. Bu yerda qisqa lo'nda eng asosiy joylari yig'ib keltirilgan, sizga vaqtni oladigan yoki ortiqcha bir murakkablik hosil qiladigan manba emas. May might. Qoida. Ketdik. May might. Bilasiz, modal fe'llari hozirgi va kelasi zamonda ruxsat so'rash, ruxsat berishni ifodalashda mumkin ma'nosida ishlatiladi. To'xtaymiz. Bir nuqtagacha bo'lgan holatda to'xtaymiz. May might modal fe'llari hozirgi va kelasi zamonda ruxsat so'rash yoki ruxsat berishni ifodalashda, demak, mumkin ma'nosini beradi. Xo'p. May mightda konspektni boshladim. Shunday qilishimiz kerak. Tushunishimiz uchun yana qaytadan rewrite bo'lish kerak, qaytadan yozish kerak. Qarang. Demak, may might qilamanda, hop. Demak, teng, may might teng. Ya'ni ma'lumot yozishim kerak. May might ma'nosi nima edi? Mumkin ma'nosida. Qavslichada yozamiz. Ruxsat so'rash yoki ruxsat berish. Xo'p, bo'ldi. Endi mana pastidan doim esingizdan chiqmasin, bunday qilib pastidan nimasini yozing? Zamonini yozib qo'ying doim. Hozirgi, kelasi. O'tgan zamon emas, hozirgi, kelasi. Bo'ldi. Demak, yana bitta qaraymiz. Va bunga davomidan be allowed to yoki be permitted to birikmalari sinonim bo'la oladi. Qarang. Be allowed to, be permitted to lar sinonim bo'lar ekan. Bu allow agar oddiy allow holati bilasiz, ruxsat so'rash, bu permit ham ruxsat so'rash ikkalasi. Xo'p, yozaman. Yoki xohlasangiz 1 2 qilib oling, o'zingizga qulay bo'lishi uchun. Xohlasangiz qilishingiz ham shart emas. Endi 1 2 bo'lsa yaxshiroq esda qoladi yanada. Demak, be allowed to va be permitted to lar tenglashadi nima bilan? May might bilan teng. Ya'ni teng qilasiz, sinonim. Bu menga shablon. Ya'ni testda kelganda, testda may might o'rnida allowed to yoki permitted to kelishi mumkin. Bular o'zgaradi bir-biriga. Shuning uchun zamonlariga qaraysiz doim. Hozirgi, kelasi zamonda may hozirgi zamonda asosan, kelasiga ham ishlaveradi. Might o'tgan zamonga tegishli, lekin might hozirgi zamonga tegishli joyi ham, kelasi zamonga tegishli joyi ham kelishi mumkin. Endi buni qolgan qoidalardan maytda, demak, o'rganib chiqamiz. Asosiysi ruxsat so'rash, hech qanaqa taqiq yoki maslahat bir nima emas, ruxsat so'rash, ruxsat berish. Xo'p, davom etamiz. O'zi bunday oladigan bo'lsangiz, allowed bilan permit, allow bilan permit tarjimasi ikkalasi ham ruxsat berish yoki ruxsat so'rash holatida tarjima qilinadi. Umuman og'zaki nutqda ham yoki umuman lug'at holatida yodlaganingizda ham. Xo'p, asosiy siz nimaga e'tibor qarating? Hozirgi va kelasi zaman holatida kelishiga e'tibor qarating bu narsani. Ruxsat so'rash, ruxsat berish. Demak,
va mumkin mana shu qoraga olib qo'ygan asosiy so'zlarga doim Hammasi demak men materiallar nomzodlarga bergan kurs materiallarimda mana shunaqa qora qilib chiqqanman. Endi ba'zi kitoblarda ham bor bunaqa. Chunki shularga e'tiborni ko'proq qaratish uchun, e'tibor tortish uchun bold qilib chiqqanman bu narsani. e'tiboringiz tutdim. Va mana bu sinonim bo'lgani. Demak, may might be allowed to be permitted to to'rtalasini sinonim qildik. Hali sinonimlar juda ko'p keladi bir-biriga turib bera oladigan yoki bir-biriga antonim bo'la oladigan bunday holatlar. Xo'p, yasalish holati bilasiz ega may might fe'l bir. Bu yerda hech qanaqa to infinitiv yoki ing aralashmaydi. Inkor shakli may Qarang, bu faqat shunchaki yasalish holatini aytib ketyapti. Bu yerda o'zingiz bilan tahlil qilib olasiz. Bu yerda hech qanaqa siz yosh bola emassiz, sizga alohida mashqlari, boshqasini qiladigan. Siz universitet darajadagi period holatiga tayyorlanayotgan nomzodsiz. Shuning uchun siz bu narsalarni bittada bila olasiz. Ya'ni ega, yordamchi fe'l, fe'l bir bo'lishini yoki ega yordamchi fe'ldan keyin not bo'lib turib fe'l bir bo'lishini yoki yordamchi fe'l egadan avvalga o'tib, keyin fe'l bir bo'lishini bu narsani juda ko'p o'rgangansiz. To do da ham, to be da ham, to have da ham hammasi shunaqa. Umuman yordamchi fe'llarda hammasi shunaqa. Xo'p. mightdan keyin not, so'roq shakli may might xuddi do dasga o'xshab oldinga chiqib keladi. Xo'p, misol keltiryapti. You may take my book. Kitobni olishing mumkin. O'zingiz siz ham misol keltirasiz. Siz ham misol keltirishingiz mumkin bemalol. Masalan, you may bring your computer. Sen o'zing kompyuteringni olib kelishing mumkin. Masalan, when we have a picnic, qachonki o'sha piknik qilgan paytimizda, sayohat, piknik, you may bring your computer. Ya'ni sen kompyuteringni olib kelishing mumkin. Bir xil kompyuterni oladi, haligi gazon ustida, maysazor ustida kompyuterlar o'ynab o'tirishga yoki qanaqadir ish bajarib o'tirishga odam qiziqadiganlar bor. Xullas, hayotiy misollardan ham keltirib ketaverasiz. Bemalol. Asosiysi tushunasiz. O'zingiz bitta o'zi ham gap tuzib qo'ysangiz yetarli. Ko'p emas. Bir dona gap tuzib qo'yasiz. Masalan, men gazon mana piknikda aytdim, kompyuterda aytdim, o'sha mening miyamda qoldi bu narsa. Odamda qiziqish 100% bo'lmasa ham onlayn dars ko'rishga majbur o'zini qiziqtirsin mana shunaqa paytda. Yana qiziqtirsin deganim e'tibor bersin. Ertaga men davlatni universitetiga 30 dan 30 yechib turib, demak, period qila olishim kerak. 15 million, 16 million endi qanchadir kontrakt summamni 8 million, 9 millionga olib tushishim kerak. Ba'zi bir universitetlarda 7 million ham 7,5 million. Shunday holatdagi miyaga o'quvni berib tursangiz, miya o'zi avtomatik harakat qiladi. Qilmasa ham qiladi. Boshida biroz bir miya aniqlashingiz mumkin. Masalan, biradaligi miya bo'ysunmasligi mumkin, sarkashlik qilishi mumkin sizga, lekin baribir bo'ysunadi. Xavotirlamang, ochilib ketadi. Bitta qisada boshida miya, keyin ochilib ketadi. Endi qarang bunga. Xo'p, I don't need it. Menga u kerak emas, ya'ni kitobni olishing mumkin, menga kerak emas dedi. You may go home. Sorry. She may go home if she wants. Bu yerda men kirishim mumkin. ifodalashda ham ishlatiladi. Xo'p. Ikkinchi qoida may might do yoki may might be doing. Hozirgi va kelajak zamonda yuz berishi mumkin bo'lgan hozirgi va kelasi zamon demak. Kelajak zamon degani endi kelasi zamon. kuchsiz. Mana shunaqa qilib o'zingiz bilan mulohaza qilib ketasiz. Video darsni ko'rayotgan paytingizda o'zingiz bilan mulohaza qilib keting. Kelajak zamon degan narsa yo'q, kelasi zamon degan narsa bor, lekin qoidada kelajakdagi ish harakatga nisbatan keltirib ketyapti, ko'rsatilib. Taxminni ifoda. Demak, hozirgi va kelasi zamonda yuz berishi mumkin bo'lgan kuchsiz taxminni ifodalashda ishlatilar ekan. Ishlatiladi. Demak, kuchsiz taxmin may might do va may might be doing. Xo'p, 3 qilib biz ham yozamiz. May might do, ya'ni do degani bu o'rtoqlar nima o'zi aslida? Plus verb 1 degani, verb 1. Nuqul do ni keltirib ko'rsatadi, o'zi aslida fe'l 1 degani. Yokida nima bo'ladi? May might be doing. Bu doing ham o'sha do'si fe'l 1. Istalgan fe'l 1 ga ing olasiz.
verb 1 ga ing qo'shiladi. Tushundingiz-a? Mana shunday holatda. Demak, yozib qo'yaman mikka. Kuchsiz taxmin. Nimaga kuchsiz taxmin? Chunki kuchli emas. Must bo'lsa shu narsa agar kuchli bo'ladi. Tushunasizmi? Kim bo'lsa ham maydan kuchliroq bo'ladi, lekin may kuchsiz holatda ifodalaydi. Va could ham xuddi shu ma'noda ishlatiladi. Uchovi endi nima bo'ldi? Sinonimlashdi. Ya'ni may might do, may might be doing va could uchalasini hozirgi va kelasi zamondagi kuchsiz taxminni ifodalashda ishlatishingiz mumkin ekan. Kuchsiz taxmin. Misollarini yana bir mikka ko'rganingizdan keyin o'zingizdan bitta misol berib ketishingiz mumkin. Xo'p, meta aytyapti, I'm not sure where to go for my holidays, but I may go to France. Ya'ni ishonchim bayram dam olish deganda ta'tilimda qayerga borishni bilmayman. Ya'ni qayerga borishga ishonchim komil emas deyapti. Biror joyga borishga ishonchim komil emas. O'ylanyapti. Ammo deyapti, Fransiyaga borishim mumkin. Aniq emas, Fransiyadan boshqa joyga ham borish mumkin-da. O'ylanyapti. I'm not sure. Ishonchi komil emas. Imtihonda kelgan paytda ham may olish uchun mana shu yerda qanaqadir ishonchi komil emas, noaniq, faktga asoslanmagan narsa bo'ladi. O'shandagina siz nima qilasiz? Mana shu mayni olasiz o'sha paytda. Xo'p, endi muammolarni eshiting. Muammolar nimada? Nomzodlar dars qilayotgan paytda mana shunaqa menga o'xshab konspektni hozir ko'rsatyapman. Shunaqa qilib konspekt qilishga erinadi. Bu bir eng katta kamchilik. Yuragi siqiladi darsni ko'rib. Yuragi siqilmasligi kerak. Aytayapman-ku, siz motivatsiyani uyg'otmoqchi bo'lsangiz, ota-onangizni ishonchi, o'zingizni o'sha moliyaviy holatingiz, hozir bunday o'ylab qarasam, hech kim moliyaviy taraflama, masalan, zo'r bo'lgan taqdirda ham ortiqcha chiqim, rasxod qilgisi kelmaydi. Ochig'ini aytaylik, ortiqcha rasxod hech kim qilgisi kelmaydi. Ming millioner bo'lsa ham, milliarder bo'lsa ham. O'shaning uchun hozir siz mana bu zo'r qilib o'zlashtiring. Xudo xolsa kamida 110, 120 ballarda oling. 94 dan o'tsa ham, ball oshsa ham, nima bo'lgan taqdirda ham 30 ta uring. Ingliz tilidan buyog'i xudo xolsa chiroyli bo'ladi. Men sizlarga ishonaman. Harakat qilsangiz, men ishonsam ishonmasam harakat qilsangiz albatta natija qilasiz. Bu narsadan hech qanaqa muammo, shubha yo'q. Lekin o'shanga ozgina qunt qiling, o'zingiz uchun qunt qiling. Ko'p emas. Avgustgacha 1 yil o'qimaysiz-ku grammatikani. Avgustgacha shu 4 oy, 4 oydan ozgina oshiqroq vaqt qolyapti. Mana hozir aprelda boshrog'ida turgan bo'lsak. Demak, o'rtoqlar, har bittasi bo'yicha shunaqa daftar olib metka qiling. Mana uni qaytadan ko'rgan paytingizda, ko'rayotgan paytingizda gap keltiryapti misol. O'zingiz ham misol bering. Mana shu ham sizga yaxshi qoldiradi miyada. Va darsni to'liq ko'rib bo'lgandan keyin oxirida buni sirazi o'zini mavzulashtirilgan testini yeching. Testini, men buni nomzodlarga testini berganman. Testini ishlab, demak, nima qilasiz? Nechtadan nechta chiqqan xatolar ustida tahlil qilasiz. Xatolar ko'p bo'lsa, yana qaytadan ko'rib chiqasiz. Xato ko'p bo'lmaydi agar mana shunaqa men aytgan yo'nalishda darsni ko'rib dars qilsangiz, ishoning, bitta yarim xato chiqmasa chiqmaydi xato. Juda chiroyli bo'ladi. Yana taktik jihatlama e'tiborga olinadigan taraflari bor. Xudo xolsa ularni ham aytib o'taman. Hozirgi holat shu daftar olib konspekt qilish birinchi o'rinda. Qilmaydi nomzodlar dars etib prosta quruq ko'radi. Keyin dars qilayotgan paytingizda eng asosiysi aytib qo'yay. Ovqatlanib o'tirgan paytingiz yokida bir shovqin joydasiz, bunaqa holatda dars qilmang. Iltimos. Mana shu hozir video darslik qancha ekan? Necha minut ekan? Video darslik xo'p, to'g'ri. Yarim soat ekan. Mana shu yarim soat toza vaqt ajrating. 1 soat ajrating mayli, 2 marta ko'rmang. 1 soat to'xtatib olishni hisobini olyapman. 1 soat toza vaqt ajrating, iltimos. Bo'ldi, shu bilan qaytib ko'rmaydigan holatda testga o'tkaverasiz. Testda agar xato ko'p bo'lsa, yana tahlil bilan mana bu kerakli joyini yana ko'rib olaverasiz. Mana bu menga o'xshab mana bunaqa narsa qilib ketsangiz, o'sha testlaringiz ishoning, shunaqa chiqib beradi. Xato qilmaysiz. Men might mumkin ma'nosida ruxsat so'rash, ruxsat berish. Demak, hozirgi kelasi zamonda ifodalari be allowed to, be permitted to, may might ga sinonim. May might
do man may might fe'l 1, may might be fe'l 1 ing holati, demak kuchsiz taxminni ifodalaydi. Bu continuous zamon. Mana bu demak bilasiz, oddiy simple zamon. Endi mana shunday holatda bo'lsa, testga kelgan paytda ham e'tibor qaratasiz. Keyin mana bu may ga sinonim bo'lib kelsa, mana buni o'zingiz anglab yeting. Mana ed ni tashlab ketadi. Ed ni tashlab ketadi. Bu hozir might ga sinonim bo'lib qolyapti-da. Might o'tgan zamonga tegishli-ku. Shunda allow to do bo'ladi, permit to do bo'ladi. May ga tenglashsa. Might ga tenglashsa allow to do, permitted to do. Yana bitta be bor. B ni hisobiga bitta o'tgan zamoni, mana bu B zamon o'zgartiradi endi. B ni o'zi zamon o'zgartiradi. Bunga chalg'imaymiz. Ya'ni may ga qachon sinonim bo'ladi? Mana bu am. I am allowed to do bo'lsa, menga qilishga ruxsat berilgan. I am allowed to do smoke in this area. Bu hududda menga chekishga ruxsat berilgan desangiz, shunday holat bo'ladi. Endi neto gap keltirdim, yaxshiroq qoladi miyangizda, mnemonik taraflama. Xo'p, demak buni o'zgartirasiz. Mana idini olib tashlamaysiz endi. Idini olib tashlash turini testlarda odatda bermaydi. Men shunchaki sizga misol qilib berib ketdim. Bunda shunchaki ruxsatni o'zini ifodalaydi. Mana bu endi to be ni har yo'liga olib o'zgartirishingiz mumkin. Hozirgi zamonda am is, kelasi zamonda will be, shall be, o'tgan zamonda nima bo'ladi? Was, were. Xuddi shunaqa. Able to daqa mana bu be ham b'sini o'zgartiraverasiz bitta ham. Xo'p, jigarlar, dars ko'rish holati bo'yicha demak, menimcha anglab yetdingiz. Shunaqa, YouTube dan ko'rasizmi, sotib olib ko'rasizmi darsni, kurs qizig'i yo'q. Men aytgan yo'nalishda, men aytgan holatda dars ko'ring. O'zgarmasangiz, oshmasangiz, mana men turibman yozasiz. Xo'sh, shunaqa gaplar. Video manfaatli bo'lishi uchun imkon qadar harakat qildim. Bu video YouTube ga ham joylanadi. Telegramga ham joylanadi va sizga albatta yetib boradi va sizga yetib borgan bo'lsa, demak, bu yo'g'iga sizdan faqat harakat qoldi. Salomat bo'ling, charchamang, faqat oldinga.